Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Musofirning onasi loyihasining bu galgi soni Andijon viloyati Shahrixon tumanida mehmondamiz. Xoldambek qishlog'ida Lutfullo do'stimiz onajonisining tug'ilgan kun munosabati bilan takliflarga binoan keldik. Hozir onaxonning o'zlarining xabarlari yo'q. Ichkari to'la gavjum odam, xursand qilamiz. Rolikni oxirigacha ko'ring. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Vaqtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang onam. Assalomu alaykum onajonlar, yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Farzandxonamiz qaysi biringlar? Assalomu alaykum onajon. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yuzlarga kiring. Sizni ko'rish uchun Qo'qondan kelyapmiz. Internet ijtimoiy tarmog'ida kutilmagan tashrif degan musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Farzandlardan nechta? 3ta. Necha o'g'il, necha qiz? 2 o'g'il. 2 o'g'il, 1 qiz. Farzandingiz hozir musofirchilikda yurishibdi, halol mehnatlar qilib. Ketganiga qancha bo'ldi Lutfullojoonni? 1 yil bo'lyapti. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat qaytib kelsa Xudo xolasa. O'g'lingiz bizni ko'rsatuvimizni ko'rgan ekanlar. Voy mana onajonim shunaqa chiroyli, shunaqa mehribon, borlariga shukr. Juda ham yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kunlari mana shu sanada 18 yoshga to'lyapti. Onajonim muborak, xursand qilib kelinglar deganliklari uchun Lutfullojon o'g'lingiz bir og'iz iltimoslari. Musofirning onasi ko'rsatuvi bugungi qahramoni siz bo'lasiz. Sog'liqni katta hech yo'q, mana bunday bir chiroyli gullar farzandlar nomidan qabul qilasiz. Qarsiylar uchun olyapsizlar. O'zingizlar sog'ni kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Xabaringiz yo'qmidi? Aytishmadimi qizlar? Bolalar aytishgani yo'qmi? Mana o'stirib qo'ygan ekanman, endi shulardan kutaman. Darajongiz qanaqa? O'zingiz juda havolingiz. Keling balki. Menga aytchi, tog'asidan. O'rlar uzoq bo'lsin, yuzlariga kirsin. Bilasizmi, onam nechiga kirdilar desam 18 yoshga. Shunaqa bo'lishi mumkinmi desam, sababini aytaymi dedi. Ha, desam, dadam bo'ladilar. Borlariga shukr dedilar. Amaki keling. Keling amaki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Onam bilan birgalikda qo'shiq qaling. Nabiralardan nechta bo'lgan? Hammasi bizga deng. Juft halolingizni tug'ilgan kun ekan. Ilohim bu dunyoda har bir inson o'z juft haloli bilan birgalikda qo'shiq qarasin. Farzandlari, nabiralari baxti kamolni birgalikda ko'rsinlar. Sovg'ani katta kichik yo'q. Lutfullojonda sizga arzimas bo'lsa ham kichkinagina sovg'alar bor. Bu o'g'lingizning sovg'asi. Deganimda qarsanglar hamma chaladi. Va qolaversa, mana bunda Makka Madinadan kelgan sovg'a bizga emas, Lutfullojoningizning sovg'asini onajonimizga borib berasiz. Lutfullojonning singlisi bormi, apasi bormi? To'ng'ichi demak qiz. Undan keyin o'g'il. Apajonimizga ham sovg'alarni jo'natganlar. Ota-onamdan keyingi dunyodagi eng aziz insonim apajonim bo'ladilar. Qanalar? Mana apajonimizga sovg'alari bor va qolaversa, o'y polvon, unga ham sovg'amiz bor. Bu kelinoyimizga, Lutfullojonning juft haloliga. Qabul qilasiz. Juft halolingizni sovg'asi. Mana shu bitta kichkina jiyanim bor degan, eng kichkinasi qaysi biri? Mana sizga, yarimi sizga. Bir kun siz mana oy qizga. Oy qizga sovg'asi. Dadajonisi jo'natdilar. Lutfullojonni adashmasam ukasi borlar. Xayrullojon. Hali uylaganimiz yo'q dedilar. Yo uyladingizmi?
Ularga ham sovg'a bor. Keling. Mana bu akajoningizni sovg'asi qabul qilasiz. Bitta qarsilashamiz. Mana shu qarshi chalganlar ertaga ertalab uyg'onishlari bilan yastig'ini tagida $100 dan topib olsin. Kim qarshi ichalmagan bo'lsa $100 topib olganlarning qo'shnisi bo'lib qolsin. Keling qo'shnilar, men yo'lda tursin. Yaqinroq kelinglar. Keling. Onajon, o'g'illardan ikkita ekan. Qizlardan bitta ekan. Kuyovlar o'g'il hisobda bo'ladi, to'g'rimi? 3 ta o'g'il deylik hisobda. Agar rozi bo'lsangiz, men sizga 3-o'g'il, 4-o'g'il beraman. Rozimisiz? Mana shu ro'molni chiroyli qilib muborak boshlaringizga urib qo'yaman, o'g'illar nomidan. Alloh bergan umrni farzandlarni davrasida, yaqinlarni davrasida, sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda o'tkazirish bu juda ham katta baxt. Ilohim baxtingizga ko'z tegmasin hech qachon. Onajon, endi sizga savol. Biz onalarimiz hech farzandlarni yomon demaydi. To'g'risini aytganda, Xayrullojoningiz mehribonroqmi yoki Lutfiyojoningizmi? To'g'risini ayting. Ikkovi ham. Kuyovingiz ham mehribon. Yashasin. Endi o'g'lingiz haqingizda juda ham bir chiroyli gaplarni gapirgan. Aka bilasizmi? Men onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Dadajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Borlariga shukr. Yuzlariga kirsin. Onamning yonlarida, onajon, siz juda ham chiroylisiz. Sizni farishtaga o'xshaydi desam, xato bo'ladi. Farishtalar sizga o'xshaydi. Boringizga shukr. Men sizni juda ham sog'indim. Shu qadar sog'indimki, sog'inchimni so'z bilan ifoda eta olmayman. Ota bilan onani musofirchilikka chiqqaningda bilar ekansan. Qadriga yetar ekansan. Musofirni noni qattiq ekan. Ota-onaning yonida o'ynab kulib yuraver ekansan. Men o'zimcha yaxshi farzandman deb o'ylar ekanmiz, lekin necha yaqinroq turamiz. Mana endi musofirda yuribmiz. Onajonni tabriklaymiz. Maqtadingiz-ku menga rosa. Aytingchi endi o'zlariga. Rahmat. Kafine mamatiyle gelsen. Beşiktaş'ı şu uğraşa videoda turishni bilmas ekan. Qarang, bizni xalqimizda bitta gap bor-ku. Haligi yaxshi ma'noda aytiladi. Dadasini burib kichkina qilib qo'ygani degani xuddi mana shu. Mana dadasiga rosa ham o'xshar ekanlar. Onasiga o'xsharmagan desam, dadasiga o'xshar ekanlar. Salomat bo'lsinlar. Oling. O'g'lingiz uzoq bo'lsin. Xursandmisiz? Yoshargandek bo'ldingiz, ozgincha bo'lsa ham. Kimmi? Kelin oyimizni sovg'asi bor ekanlar onajonimizga. Mikrofonni toping. İki ağzını tabriklab qo'yasizmi? Mikrofonni.
Yaqinroq gapirasan, kiraman. Rahmat shunchalik tarbiya berganingiz. Rahmat sizga. Baxtimizga sog' bo'ling har doim. Bo'pti, rahmat. O'sha qarab mana shu bolalarni old havasini ko'raylik. Iloyim. Sabadiyam o'g'limizdan kapalab omadlarini bersin hamisha. Ifat ofatlarni o'zi oldida saqlasin. Sog' salomat shu yerga yetib kelsa, biz baxtimiz. Onajonimni baxtilayman, baxtimizga hamisha sog' omon bo'lib, bizga duolar qilib yursin. Tabriklayman sizlarga. Aytganingiz. Yashang. Ukamga ham rahmat, shunchalik onajonimni hurmat qilib shularni jo'natibdi. Kattakon rahmat, hamisha omadini bersin. Bundan ham pullari ko'payib, bundan ham zo'r qiladigan bo'lsin. Hamisha omadini bersin. Yashang, bitta qarsak chalamiz. Bu Oymomo qizimizning ismi nima? Ruxshonaxon. Mana dadangiz sizni ko'ryapti. Gapirishni biladimi? Dadajoningizga dadajon deb qo'ying. Dadajon deb qo'y. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Mayli, yo'latmaylik. Xudo qilamiz, biz hozir to'xtab kelganmiz. Chiroying kunday seni kuladi-yu go'zalim, men uchun kulmaysan. Ko'zingni ko'rsam ko'nglim to'ladi-yu, lekin ko'zingga ilmaysan. Har turli jamolarni bilasan, uning uchun vafoni bilmaysan. Seni sog'indim, uch kun ilomudim, vaholanki shunday ham kelmaysan. Dadusan, har kecha ko'zimda dadusan, bir kuni bo'lib dadusan, hayotima xush kelding deyman. Bilasan kutaman yana shunda, sevasan hammaga mana shunda, kelasan oxiri ana shunda, hayotima xush kelding deyman.